Biz aldığımız dersimizde CSV Reader orqali bizning set degan montajni ichida saqlab olgan savollarimizni array shaklida ag'dirib quriladigan o'zgargichga berib olgandik. Endi shuning davomini ko'ramiz. Bu quriladigan o'zgargich bo'lgandan keyin endi biz buni shu savollar, andan keyin 4 javob, savollarning rasmlari qatorliq shu uchurlarni joy-joyga o'rlashtirib bosh fragment, ya'ni har bir betda normal ko'rsatak bo'ldi. Endi bu uchurlarni biz editlik boshqarish uchun bir model qurib olaylik. Bunda avvaldan model qurib baş qo'ysak, o'zimiz elishib ketmaymiz. Bo'lmasa arrayning ichidagi birinchi element, ikkinchi element, uchinchi element deb bundan baş qo'ysak, bu bek elishib ketadi. Shunga yengida bu yerda Kotlinning klassidan birini quramiz. Klassning ismini model deb qurib turaylik. Kotlin widgetdan birini qurdik. Widgetning ismi model. Buning ichida biz klassning oldiga data deb qistirsak, data model shu shaklda qurildi. Endi buning ismini biz savol deb qo'yaylik. Savol deb qo'yib, buning ichida funksiya boshqa narsa yo'q, faqat sonliq ma'lumot izohlatlaridan bahs bo'ldi. Shunga buning ichida so'rovlarga widget qarasak, dastlabda ID bor, andan keyin savol bor. Buning orqada 4 javobi bor savolning. 4 javobdan keyin agar rasm bor, savollar bo'lsa, uning rasmi bor. Mush tartibda qurib olsak bo'ldi modelni. Baştaki birincisi ID. Bunun tipini int qilaylik. Hamda ikkinchisi savol. Bu string olsun. Qolgan 4 javob bir rasmning sonliq ma'lumot tiplari string bo'lganligi uchun biz buni o'xshashlar ko'paytirib oldik. Hozir 4 javob 4 ni ko'paytirib bo'ldim. Endi oxirida rasm uchun birini ko'paytirib bo'lgandan keyin ismlarni A javob, B javob, C javob, D javob, eng oxirgi birisi rasm deb bundaq o'zgartirdim. Bundaq qilsak, bizningki model qurish jarayonimiz tamomlandi. Modelni qurib bo'lgandan keyin endi main activity'ning ichida biz bu oldingi strategiyasida biz oxirida ko'rsak 10 array, ya'ni 10 uchur bor buning ichida. Unda bo'lgandan keyin bu shu savol degan elementdan 10 shakllandi. Shunga bu yerda arraydan birini izolab, buning ismini biz savollar deb qo'ya olaylik. Savollar deb. Buning tipi array list bo'lsin. Array list. Bu nimadanki qatori desanglar, shu savol degan bizning izolagan tipimizniki. Qatori. Endi savollar teng deb mana shaklda buni bu şekilde izolasak, bir quruq savol degan elementdan birisi bilan savollarni dastlablashtiridik. Dastlabki qiymatini shunday qilib bir sonlar qatori qurib turdik. Sonlar qatori qurib bo'lgandan keyin endi biz bu quriladigan ichidagi narsani o'sha sonlar qatoriga, yo'q, shu qatorga akiramiz. Uning akirishdan burun bu yerda biz so'rovlar CSV'ni o'qitgan vaqtda buni nima deb o'tganmiz savollar deb. Ikkisi elishib ketmaslik uchun buni men savollar str deb qo'yay, string bu. Ya'ni endi savollar str deb o'zgartirib etdim. O'zgartirib bo'lgandan keyin bu array list holatda quriladiganimiz. Shunga qurillarni ziyorat qilishda biz for each ishlasak bo'ldi. For each ishlatib endi savol deb bir o'zgargich qurib olaylik. Savol deganning o'zi, savol degan bizning qurib olgan shu modelimizniki o'zi shu
Şu modelimizdeki biz izalagan şekli boyunca buna qimmat bersak bo'ldi. CSV hujjatdagi tekstlarning tartibi bo'yicha qo'yganligimiz uchun eng dastlabida 0-element ID bo'ladi. Lekin buning hammasi string holatda keladi CSV hujjatdan. CSV reader orqali olgan vaqtda. Shunga bu stringni birinchisi int bo'lganligi uchun intga to int deb intga aylantiramiz. Qolganlarning hammasini shu string holatda o'qitsak bo'ladi. 2 3 4 desek, hozir 0 degani id'si, 1 degani savol, 2 3 4 5 deganimiz javoblar. Andan keyin 6 deganimiz shu resim hujjatining ismi bo'ldi. Bunda qilsak, bu savol deganninki biz 7 parametrni berib bo'ldik. Hamda üst tarafda biz array list savollar deb bir array list imzolagan. Savollar deganga bu shu savolni qo'shib bersak bo'ldi deb savol deb mana qo'shib bersak, endi savollar deb bir bizningki imzolagan obyektimizdan shu savol degan obyektdan tuzilgan bir qator hosil bo'ldi. Endi bu qatorni biz bu yerda ko'rib boqaylik. Bu yerda to'xtatish uchun print deb quruq printni bir yozib qo'ydim. Endi debug holatda savollar deganni kuzatib boqaylik. Hozir endi savollar deganga qarasak, buning uzunligi 10 deb chiqdi. İçerideki mazmunga qarasak, 0 dan 9gacha retni buri. Her bir quruq qarasak, savol deb id'si 1. Andan keyin savol keldi. Onun haqidan javob A, javob B, javob C, javob D kelib bo'lgandan keyin oxirida resim deb. Resim quruq bo'lsa quruq, quruq bo'lmasa shu resim hujjatninki hujjat ismi kelyapti. Demak, bu obyekt normal qurilib bo'ldi. Endi qurilib bo'lgandan keyin biz bu fragment adapterni, fragment state adapter deb betlarni shakllantirish uchun qo'llangan adapterninki sonini shu savollar deganning soni bilan o'xshash qilsak bo'ldi. Shunga savollar soni deganni beramiz. Endi ikkinchi qatimda bu biz har bir betga shu bir savolninki mazmunini ko'rsatamiz. Savolning javoblarini, savolning resim bo'lsa shu resimni, shu mazmunni ko'rsatgan bo'lgandan keyin biz buni ishlatish uchun savol fragment deganning ichida savol deb o'zgaruvchidan birini imzolab olaylik. Var savol, buning tipi savol, biz imzolagan savol ma'lumot tipida. Buning dastlabki qiymati 0 deb bu şekilde imzolab oldik. Imzolab olgandan keyin endi bu main activity'ning ichida biz fragmentni qurib fragmentni bir o'zgargich qilib quraylik. Var savol fragment deganning o'zidan savol fragment holatni qurib bo'lgandan keyin andan o savol fragment deganninki biz hozir imzolagan savol deb bir o'zgarguvchisi bor. U o'zgarguvchiga navbatdagi shu savolni bersak bo'ldi. Navbatdagi savolni elish uchun savollar degan array listninki 3-nomerlik elementni position degan shu birinchi bet bo'lsa 0 ni oldi, ikkinchi bet bo'lsa 1 ni oldi, shu tartibda oldiganlik uchun bundaq bersak, 3-nomerlik savolni biz bu fragmentga yo'llab bergan bo'lamiz. Hozir return degan yerga biz imzolagan savol fragment deganni holatda yozsak, o'zgarguvchisi yo'llangan holatda bu fragment uchun boradi. Fragmentga borgandan keyin bu yerda savol degan o'zgarguvchi activity'ning ichidan qimmat elib keldi. Qimmat elib kelgandan keyin buning ichidagi narsani biz endi bizningki har bir betni ko'rsatamiz. Har bir betni ko'rsatishda dastlabda savolning o'zini ko'rsatishda qanday qilamiz desanglar, text savol degan text ramkasining ichida
tekstning ichida text set text deb buning tekstini sual degan birinchi ikkinchi elementi. Birinchi elementi id'si, ikkinchi elementini bunga yo'llab bersak, savol ko'rinadigan bo'ladi. Andan keyin ikkinchi qadamda rasmni ko'rsatish to'g'ri keldi. Rasm endi image savol deganga biz set image deb qarab baqsak, set image'ninki rasm bekitishda bitmap bo'yicha, drawable bo'yicha, icon, level, resource bo'yicha degandek mana har xil buni bekitish shakllari bor. Bizda hozir bor bo'lgan narsa nima desanglar, biz har bir savol degan elementning ichida ma savolninki hujjat nomi bor. U hujjat nomi ma drawable degan resourcening ichida ismga asosan biz resursni tepib olsak, undan u resursni ma set image resource orqali yo'llab bersak bo'ladi. Shunga endi resursni tepib olish uchun biz val deb image resource endi bu resursniki biz id'siga asosan set image resource deb buni bekitish bo'ldi. Shunga resursning id'sini tepish uchun resource get identifier deb bir funksiyasi bor. Get identifier deganda birinchisi shu nimaniki biz topmoqchi bo'lgan resursniki ismini yozamiz bu yerga. İsmi resursning ismi normalda biz bunda drawable ichida bo'lsa drawable deb buningga shu i02, i03, i08 degandek dastlabki qismidan bersak bo'ldi. Keyindagi jpg, gif deganlar berishning hojati yo'q. Shunga buning keyiniga ismini keltirish uchun biz avval bu hujjat ismini, resim ismini image name deb uni savol deganning ichidan ilib olaylik. Savol deganning ichida savolda resim deb bir bo'lak bor. Bu resim degan bo'lakdan biz oxirgi 4 tal harfini tashlab etsak, shu resimning ismini ola olamiz. Resimning ismini image name deb ep bo'lgandan keyin mana ichiga image name deganni yozsak, birinchi parametrning ishi tugadi. Endi ikkinchi parametr deb qo'yib turaylik. Uchinchisi package name ekan. Package name degan narsani activity package name desak bo'ladi. Endi bu parametrni biz berib bo'lgandan keyin endi ma image set image resource deganga shu usul orqali tepilgan mana shu aytay. Shu usul orqali tepilgan get identifier orqali shu image'ninki resource id'si image resource id deganni ma'no berib bersak, belgilangan savollarga shu rasmni bekitish jarayonimiz tamomlangan bo'ladi. Biz bu image savol deganninki savol degandan rasm degan bu bo'lagi quruq bo'lmasa, andan keyin bu mashg'ulotni qilsak bo'ldi. Agar quruq bo'lsa, u ishni qilishning hojati yo'q. Bu shaklda shart qo'shib bo'lgandan keyin savolning teksti rasm deganni bekitish tamomlanib bo'ldi. Endi javobni ko'rsatishda javoblar biz endi javobdan 4 va shu 4 deb yozib qo'yamiz. Andan keyin get item degan yerga har bir list view'da birinchi qurda A javob, ikkinchi qurda B javob, uchinchi qurda C javob, to'rtinchi qurda D javob bo'lishi kerak. Shunga bu javobning
to'g'ri ko'rinish uchun biz mana when orqali hukm qilaylik. Yoki men javob deb bir o'zgargich yozib qo'yay. Javob deganning o'zi bizlar quruq bo'lsin. Anadan keyin P0 ning qiymati 0 bo'lsa, bu birinchi quradigan gap. Bu javob deganga bizning savolimizniki A javobni olsak bo'ldi. Eslatmaga qarasak, buni to'string qilib deydi. Endi to'rtal javob 2 3 endi mana bu B javob, bu C javob, bu D javob bo'ldi. Bu holatda 4 javobni bo'ldik. Endi return degan get item deganda shu javob degan shuni o'zini qaytarib bersak bo'ldi. Qaytarib bergandan keyin endi mana bu pastmi get view deganning ichida biz jumloqning ichidagi chambarning ichidagi harfni ABC deb chiqish uchun mana shu shaklda oldingi dast qilib bo'lgan. Endi biz mana bu javobning tekstini ko'z tushdi. Mana dastlabki savollar degan narsani o'chirib o'tayman. Buni ishlatmaymiz endi. Bu javob degan narsada biz shu get item orqali olgan javobning o'zini ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Shu buni ichiga get item deb bir ret nomer kirish kerak. Ret nomeri shu P0 bo'lsa, qaysi qur bo'lsa, shu qurning javobini oladi. Ondan qarasak get item deganniki tipi any, ya'ni har qanday degan shu obyekt tipi. Shuni biz string aylantirib etmasak, buni ichida ishlatkili olmaydi. Shu ma'noda toString deb string aylantirib etamiz. Buni bilan bu xatolik tugadi. Endi biz har bir betda ko'rsatilgan narsalarning hammani o'rlashtirib bo'ldik. Endi ijro qilib ko'rib boqaylik. To'g'ri ko'rinadi. Qarasak, birinchi savol, ikkinchi savol, uchinchi savol, to'rtinchi savol. Mana savol javoblar to'g'ri ko'ringanda qiladi, lekin rasm ko'rinmadi. Rasm ko'rinmasligi sababini izlab boqaylik. Biz mana rasm juda to'g'ri keldimi? Rasmning resurs ID'sini to'g'ri topib oldimi? Bir qarab boqaylik. Tekshirish uchun debug holatda ijro qilamiz. Hozir men birinchisi rasm bo'lmaganligi uchun bu ijro bo'lmaydi. Ikkinchisiga o'tsak, endi ijro bo'ladi. Hozir image name degan narsa JPG deganni aytib qolibdi. Bu job last deydi. Biz job deb qo'yibdik. Shunga chiqqan xatolik ekan. Oxirgi 4ni tashlab o'tishimiz kerakdi. Boshdan 4ni tashlab qolibdi, shunga topolmadik. Endi bu xatoni tuzib bo'ldik. Endi tekrar ko'rib boqaylik. Birinchi savol, ikkinchi savol rasm bor, uchinchi savol rasm bor, 4, 5, 6, 7, 8 savol rasm bor, 9 savol rasm yo'q, 10 savol rasm yo'q. Endi mana qaysi savolni ko'ringanligini bilish uchun biz mana savolning beshiga ret nomer qo'shib qo'yaylik. Ret nomer qo'shish uchun biz mana bu main activity'da fragmentni qurgan vaqtimizda fragmentning o'ziga bir tal shu ret nomerini yo'llab maqsad bo'ldi. Unda qilish uchun mana fragmentga avval bet nomeri deb o'zgaruvchidan birini izolab qo'yaylik. Bet no deb qo'yib, buning tipi int bo'lsin. Intni biz aşağı birinchi bet boshlaydigan bo'lgan ekan, dastlab 1 deb bekitib qo'ysak bo'ldi.
bet node'dan 1 deb qo'ydim. Endi main activity'ning ichida fragment qurib bo'lgandan keyin savol fragmentning o'ziga bet node degan narsani position degan 0 dan boshlaydi. Position qo'shimiz 1 deb anda yo'llab bersak, o chaqda bet nomeri savol fragmentning o'zi keladi. Savolning oldi bet nomerini chiqarish uchun biz bu yerga bet nomeri deganni qo'shib, uning keyindan bir tal cheket, undan bir tal bo'sh o'rin qo'ygandan keyin undan mana savolni ko'rsatsak bo'ldi. Buni boyatib yozgandan keyin mana tirnoqni o'chirasam bo'ldi ekan. 5 bilan oxirida ishlasa bo'ldi. Bet nomeri bir cheket, bo'sh o'rin, undan keyin savol ko'rinadigan bo'ldi. Ham to'g'ri ko'ringanini qarab boqaylik. Qarasak, birinchi savol, ikkinchi savol, uchinchi savol, 4, 5, 6, 7, 8 endi hamma narsa normal chiqdi. Bugungi darsimiz bu yergacha bo'lsin. Alloh